dadangga telefon qilamizda, o'g'lim. Uyda hamma narsa bor voya. O'chir ovozingni. G'iring desang go'shtingni tutaman. Alo, dadasi? Yana nima deysan? Bolangizni boshi aylanyapti. Pul jo'nating. Ha, 2 kun oldin jo'natuvdim, nima qilishyapsan pulni? Эй, ты! Чё орёшь? Давай работай! Сейчас, подожди. O'g'lingizni doktorga ko'rsatuvdim, dorilar yozib berdi. Men kasalmasman, prosta qornim och. Voy! Yana yaxshi yashaysiz ekan, o'g'lim. Dadam bechora sizni deb o'lib ketganda rastlada ishlar. Biz uchun yashagandan keyin ishlaydi-da. Alo, opa, tezda hamma qandashlarni yig'ib, bugun ziyofat mendan. Dada, pulingizni o'zingiz toplang. Ha, nima una deyapsiz o'g'lim? Ayam hamma pullaringizni urug' aymog'iga chaplab olyapti. Bilib turibman. Bu ayaz kosamni oqartirmaydi ekanda. Hi 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 ha ha qilib opa singillari bilan meni ado qilar ekanda. Bugun xohlagan ovqatinglar buyuringlar, meni hisobimdan. Sizlar hozir o'tirib turinglar, men qo'limni yuvib kelay. Voy pullarim. Voy dollarlarim. Aya, dadam telefon qilyapti. Ha, dadasi? Uyga ketyapman. Jo'natgan pullarimni joyiga qo'yib qo'y. Xo'p, dadasi, xo'p. Uyga qaytib bola-bomikin pulni jo'natib kelmasa ham mayli edi. Aya, telefonni o'chirmading, dadam eshitib turibdi. T'écoutes la plaque par exemple adéquat. Dadam Rossiyadagan aya. Demay dengi ofat. Misha o'tib ketdimi? Opa, erim Rossiyadan keldi. Tezda uni olgan $500 qaytaring. Dadam uxlayapti aya. Voy! Alo, opa, tez $500 qarzni topib olib kelib bering, bo'lsam uyda qiyomat bo'ladi. Akangga emas, $1,500 to'yga pul chiqarganman. Onajonisi, mana uylarni shuvoq qilish kerak. Tualetda ahvolini qarang. Desangiz tushib ketadi. Bularda hammasiga nima kerak? Pul kerak. Olib chiqing, jo'natgan pullarim. Sizga nima bo'ldi? Voy dod, voy boshim, bugun mendan ayrilib qolasizlarmi deyman-da. Ama yaxshi bo'lardi. Sen odamni chalg'itma, pullarim qani? Voy, asaka aylandi sherdor ro'parasida Mustafa Kiysi o'g'liga kiyimni olib berdim, zaxir-naxirga yeganim yo'q. Menga yaxshi narsa olib bermadi, dada. Алло, Света, я тоже тебя люблю. Сейчас перезвоню. Ko'rlatmaych. Nima saya? Molga o'xshamay o'la. Yilish cho'chqa emasmi? Kiyimlarni beringlar. Pokizaga baraka kiradi. Rahmat aya. Onajonisi. O'ti. Paypaqingizni yuvib yursangiz o'lasizmi? Tuzaqdiydiga yaqinlashib qopti. O'zingiz yuvib bersangiz bo'lmaydimi aya? Ko'p vijillorma, senlarga cho'ramanmi? Nima qilyapsiz ayasi? Bizni deb charchab ishlab kelgansiz. Ha, qo'yavering. Men charchabman. Aya, baqirmang. Nimaga baqirmayman? Biz ham odamlarga o'xshab asaka aylanish, do'st ayollar kiyim do'konlar kiyinamizmi? Albatta kiyinasiz opa. Hozir bizda skidkalar boshlandi bugundan. 980 minglik paltolarimiz 490 mingdan, 680 minglik va shaqa oqish patidan qilingan zo'r kurtkalarimiz 399 mingdan. Olamiz. Dadasi, yarashdimi? Ayasi. Keyinroq olaveraylik. Bunaqa demang. Skidka narxida ekan olavering. O'ti. Boring.